Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan xalqimizda qiynab keladigan asosiy savollardan biri, ya'ni qo'y dumbasini qandli diabetda iste'mol qilish mumkinmi? Uni qanday foydali taraflari bor, qanday zararli taraflari bor? Va bundan tashqari qandli diabetda mol go'shtini iste'mol qilish mumkinmi? Ya'ni go'sht sahrni ko'taradimi degan savolga to'liq javob beramiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Bugun sizga tushuntirib beraman. Qo'y dumbasiga keladigan bo'lsak, dumbani ko'pchilik foydali deydi. Bundan oldingi videolarimizda qo'yganimizda o'sha dumba foydali har xil o'sha kommentariyalar bildirishgan, lekin qandli diabetda siz o'sha dumba yesangiz, bu sizga juda zararliga ishlaydi. Buning sababini tushuntiraman. Chunki qo'yni dumbasining asosiy qismi 90-95% holatlarda yog'dan tashkil topgan va ozgincha miqdorda uglevoddan ham saqlaydi. Ya'ni qandli diabetda siz bu o'sha qo'y dumbasini iste'mol qilsangiz juda katta miqdorda yog' iste'mol qilyapsiz. Ya'ni bu yog'ni ham qanaqa turi? To'yingan yog'larni iste'mol qilyapsiz. O'sha butun dunyo sog'liqni saqlash tizimi bo'yicha to'yingan yog'lar bu juda ham xavfli yog'larga kiradi. Ya'ni bularni me'yordan ortiq iste'mol qilish bu aterosklerozni chaqiradi, ya'ni qon tomirlarini bitishiga chaqiradi. Mana shu bitish qandli diabetda juda ham zararli hisoblanadi. O'zi qandli diabetda ateroskleroz, ya'ni tomirlarda zararlanish ehtimoli juda yuqori bo'ladi. Siz bunga qo'y yog'ini qo'shyapsiz. Ya'ni qo'yni o'sha dumbasidagi to'yingan yog' bu shakar bilan birgalikda, shakar, tuz bilan birga qon tomirlaringizni sinuvchan, mo'rt, egiluvchan qilib qo'yadi. Buni natijasida sizda insult, infarktlarning xavfi oshadi. To'g'ri, oldindan yeb yurgan ota-bobolarimiz yegan, hech narsa qilmagan deydi, lekin oldingi zamondagi sahrni diabetga uchrashi bilan hozirgi zamondagi sahrni diabetga uchrashda umuman farqi bor. Hozir yildan yilga qandli diabet ko'payib ketyapti. Buni sabablaridan biri ortiqcha vaznlik, kam harakatlikda shu kelib chiqishiga. Endi biz bunga ortiqcha vaznlikka o'sha sahrni diabeti bor ko'pchilikda va biz bunga yana yog' tashlayapmiz. Siz bu o'sha qabul qilingan qo'y dumbasidagi kaloriyani sarflay olmaysiz, chunki hozir ko'pchilikda hayot tarzi o'tiroq hayot tarzi bilan bog'langan. Ya'ni siz yeysiz, bu yeyilgan kaloriya hech qayerga sarflanmaydi. O'sha yeyilgan kaloriya qayerga ketadi? Albatta ichki a'zolarda zaxira sifatida, yog' sifatida sizda to'planadi. Keraksiz zaxira bu. Ya'ni bitta so'z bilan aytilganda, siz qo'y dumbasini yegan vaqtingizda qondagi qand miqdoringiz bittada ko'tarilmaydi. Lekin siz buni muntazam ravishda surunkali yeydigan bo'lsangiz, o'sha aytganimda yuqori kaloriya va ateroskleroz hisobiga sizda sahrni diabeti asoratlari ertaroq namoyon bo'ladi. Ya'ni sahrni asoratlari asosan qachon namoyon bo'ladi? Bu qon tomirlarida zararlanishdan boshlanadi. Eng birinchi o'sha belgisi. Bundan tashqari bu yog' kislotalari, ya'ni trigliseridlarni ko'p saqlashi bilan ham ajralib turadi qo'y dumbasi. Qandli diabetni ikkinchi turida ko'pchilik bemorlar o'zi ortiqcha vazn bilan qiynalishadi. Ya'ni ortiqcha vazni ham bor va qandli diabeti ham bor. Endi mana shu tushayotgan kaloriya, o'sha qo'y dumbasidan tushayotgan kaloriya sizda bu semizlikni yana ham kuchaytiradi. Ya'ni vazningiz ketishi juda ham qiyinlashadi. Qandli diabetda qanaqa tavsiya beriladi? Ortiqcha vazn bo'ladigan bo'lsa, o'shani yo'qotishga harakat qilish kerak. Ya'ni qandli diabet umuman ortiqcha vaznlikni yaxshi ko'rmaydigan kasalliklarga kiradi. Endi siz qo'y dumbasini yeyapsiz, siz bu berayotgan energiyani umuman hisoblamaysiz. Ya'ni bir so'z bilan aytilganda, endokrinolog sifatida aytaman, qo'y dumbasini yeyish qandli diabetdan mutlaq mumkin emas. Mayli sizda qandli diabet bo'lmasin, boshqa holatlarda mayli yeyishingiz mumkin, lekin qandli diabetdan mutlaq mumkin emas. Qo'yda o'sha dumbasidan tayyorlangan oshlar bo'ladimi, boshqa jiz bo'ladimi, hammasi mumkin emas. Keyingisi bu mol go'shti haqida gaplashamiz. Mol go'shti tarkibida haqiqatan ham oqsillar, sifatli oqsillar juda ham ko'p saqlaydi va bundan tashqari asosiy qismi oqsil va ozgincha yog'dan tashkil topgan. Uglevodlar, ya'ni o'sha shakarni ko'taruvchi, ya'ni shakar miqdori go'sht tarkibida deyarli bo'lmaydi. Ya'ni siz o'sha go'sht yeganingizda to'g'ridan to'g'ri qondagi qand miqdoringizni ko'tarib yubormaydi. Bu degani qandli diabetda go'sht iste'mol qilish mumkin, faqat uni me'yoriga e'tibor berishingiz kerak.
Biz bitta narsani hisobga olishimiz kerak, ya'ni bizlardagi tushayotgan o'sha oqsillar ma'lum vaqt o'tgandan keyin glyukoza shakarga aylanishi mumkin. Organizmda transformatsiyaga uchraydi bu oqsillar. Mana shuni hisobga olib, ya'ni siz agar bittada ko'p go'sht yeb yuborsangiz, ayni mol go'shti deylik, sizda vaqt o'tib, deylik 4 soat, 5 soat o'tgandan keyin qondagi shakar miqdoringiz ozgina ko'tarilishi mumkin. Bunga sabab siz yeyotgan o'sha oqsil vaqt o'tib glyukoza shakarga aylanish hisobiga. Mol go'shti yeyilganda uni asosan tayyorlanishiga ham e'tibor berish kerak. Qandli diabetda ko'p aytamiz qovurilgan mahsulotlar, buning ichiga go'sht ham kiradi. Ya'ni go'shtni haddan ziyod qovurib yeyish ham mumkin emas. Chunki bu qovurilganda kanserogen moddalarni hosil bo'lishini yana ham kuchaytiradi. O'sha yuqoridagi aytilgan ateroskleroz kasalligini vaqtliroq namoyon bo'lishiga olib keladi. Biz qandli diabetda faqat o'sha qon tomirlarida aterosklerozdan qo'rqishimiz kerak. Mana shu go'shtni qovurish, yuqorida qo'y dumbasi, chekish, ichish, spirtli ichimliklar, bularni hammasi birinchi navbatda qon tomirlarini yopib tashlaydi. Mana shunaqa qovurilgan go'sht ham qon tomirlarini yopib qo'yadi. Endi go'shtni tayyorlaganda uni albatta bug'da pishirib, parda pishirilgan yoki oddiy sho'rvodagi go'shtlarni yesangiz bo'ladi. Ular o'ta qovurilmagan bo'ladi. Va siz albatta bu go'sht mahsulotlarini yeganda faqat o'zini emas, buni kletchatkalar bilan qo'shib yesangiz, bu o'sha tarkibidagi oqsilda ham so'rilishini tezligini pasaytiradi va sizda bu kletchatkalar hazm faoliyatini yaxshilab beradi. O'sha yeyilgan go'shtdagi oqsilni bizlarga beradigan nagruzkasi bor. O'sha nagruzkani kamaytirib beradi. Va siz eng muhimi qandli diabetda go'sht yeganingizda mol go'shtini, uni siz miqdoriga e'tibor bering. Ya'ni bir martalik yeyilgan miqdori. Bir kunlik o'sha iste'mol qilish mumkin bo'lgan tavsiya qilingan voz bo'yicha ham oqsilda normasi bor. Ya'ni 70-80 gram, o'rtacha 70 kilogram odam uchun norma hisoblanadi. Agar siz bundan ko'p iste'mol qiladigan bo'lsangiz, o'rtacha bu 100 gram, 150 gram gacha bo'lgan go'shtni tashkil qiladi. Siz ko'p go'sht iste'mol qilsangiz, qandli diabetda sizdagi oqsil bu qandli diabetda pochkani zararlab qo'yadi. Ko'pchilik bemorlarda buyraklari nefropatiya bilan zararlangan bo'ladi qandli diabetda. Endi siz o'sha oqsilni organizmga bittada ko'paytirib, buyragingizga yana ham nagruzka tushirib qo'yishingiz mumkin. Xulosa shuki, sizga agar kimdir mol go'shti qandli diabetda mumkin emas degan bo'lsa, aslo bu noto'g'ri tushuncha. Aksincha qo'y dumbasi foydali yeb yurur deyilgan bo'lsa, vobshe sizga umuman noto'g'ri ma'lumot bergan. O'shaning uchun siz avvalambor o'sha go'shtni tayyorlanishiga, go'shtni miqdoriga va o'sha qo'y dumbasini maksimal ratsioningizdan chiqarishga harakat qiling. Bu videoni qandli diabeti bo'lgan va go'shtxo'r tanishingizga yuborib qo'ying. Va sizga videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, sahifamizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr salomat bo'ling.